Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbek xalqi uchun bir martalik 1 million so'mdan yordam puli beriladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ehtiyojmand oilalar davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. 2025-2026 yilgi isitish mavsumida ehtiyojmand oilalarga bir martalik 1 million so'm moddiy yordam beriladi. 2025-yil oxiridan, aniqroq aytganda noyabr oyidan boshlab davlat reyestriga kiritilgan ehtiyojmand oilalar ushbu yordamni oladi. Bu reyestrlar qaysi deysizmi? Albatta bunga ham javob bor. Ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali bolalar nafaqasi va moddiy yordam oluvchilar, kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalar bunday imkoniyatdan bahramand bo'ladi. Bundan ham muhimi esa mahalla yettiligi tavsiyasiga ko'ra yordamga muhtoj deb topilgan, lekin reyestrda bo'lmagan oilalarga ham shunday bir martalik yordam beriladi. Moddiy yordam ko'rsatish shu bilan to'xtab qolmaydi. Mahalla yettiligi tomonidan qo'shimcha ro'yxat shakllantiriladi. Bu ro'yxatni shakllantirishda afzalliklar beriladigan oilalar ham bor. Boquvchisini yo'qotganlar, birinchi va ikkinchi guruh nogironlari bor oilalar, nogiron farzand parvarishlayotganlar, uzoq muddatli davolanishga muhtojlar, yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar, bir xonadonda 3 va undan ortiq oila yashaydiganlar, gaz va markazlashgan isitish tizimi yo'q ko'p qavatli uylarda yashovchi oilalar, mahalla yettiligi tomonidan tartibga solinadigan qo'shimcha ro'yxat, umumiy reyestrdagi oilalar sonining 40% dan oshmasligi kerak. Haqlilar albatta yordam oladi, deyiladi xabarda.